Assalamualaikum. Aziz yurttaşlar, hörmətli görürmənlər, mən Məğfirət Kamal, Uyğur Akademiyası Akademiya Söhbətləri proqramımıza xoş gəldinizlər. Biz Akademiya Söhbətləri proqramımızda Uyğur mədəniyyəti haqqında söhbət edib veriyoruz. Uyğur mədəniyyəti həm maddi mədəniyyət, həm mənəvi mədəniyyət sahalarında naiti bay, mol məzmunğa ega. Maddi mədəniyyət kiyim-keçək, yemək içmək, öy turalğı şu asaslı şəkillənən oldu. Biz bu haqda bəzi söhbətlərini etdik. Əmdi mənəvi mədəniyyətin ki ən asaslığı til. Til bir millətin ki mövcud olub turuşudur ki ən mühim tamğa dəb qarıldı. Əgər tilini yoxdub qoysa bir millət bütünləy tarix səhnəsindən öçüb ketken boludu. Əgər tilini saxlab qalsa o millət məngüge davamlaşıp yaşayan boludu. Biz hem de bugün Uygurların ki hem kelip çıkışı Uygurlar zadi ecdadi kaysı kimlerge berip takılıdı ve kadimden hazırgıca bizim tilimiz kandak kaysı cihetlerden nemige asaslandı, nemige tayandı bizimki tilimiz. Şu cihetten Doktor Kahar Barak akımız bilen bile Uygur tili bolupmu, kadimki Uygur tili ve kadimki Uygurlar hakkında söhbetimizi başlayınız. Bundak olsa, merhamet Kahar aka, hoş geldiniz programımıza. Rahmet, selamünaleyküm, kıymetlik tamaşbinler, görürmenler. Bugün bu akademiyanın ki bu Uygur medeniyet tarihi, til tarihi hakkında bir söhbet uyuşturganlığa hoş oldum ve qasınlarınımı vaxt ajırtıp bunu anlap əqinanlığa rəhmət. Naxılsa məvzəmnin bildiğinin bizə dəb verək. Yəni qalğan sualını cavabla olsa, gepim tüygən ekin vaxtımız olsa müzakirləşəmiz. Rəhmət Qaharqa, siz yana vaxt çıxırıb bizim proqramımıza qatnaşdınız. Sizinki tədqiqat temalarınız asasən Uyğur tarixi və Uyğur tili haqqında, bunu köpçülük cəmaatçilik bilimiz. Hem de Uygurlarınki ecdadı kimle, Uygurlar zadi kim ve Uygurlarınki kadimki til, edebiyat, medeniyeti, yadıkarlıkları nimeler bu haftaki söhbetimizni başlayımız. Ekran çıktı ha? Daha olsa ben gepimni başlayıverey. Kaharga ekran yani kitip kaldı. Hiç oldu mu? Yok. Materyal çıkmadı. Tamam. Hem de oldu ya. Bütün bet oldu ya. Hem de yaxşı çıktı. Bu Uygurlarınki til, medeniyet tarixini deyiştim burun, onundan sel bildirib dadı bu tarix degen nime degen haqqında ben bir düşençi berey bize. Mundaq gap, bu tarix degen cıq hazır bu zamanvi nimede bu tarixlerin 6'ga 12'ga şundaq bölgenler var. Ular bölüyversin. Bizim özümüzün bir adli düşençimiz uyca. Bence biz bildiğin tarixlerden bu 6 xil tarix var Uygur tarixini biliş hakkında. Birincisi Uygurlarınki bu tarihi, bu adımızat tarihi, Adem'nin tarihi, bu Adem yarılış bu aşağı vardı. Adımızat tarihi. İkincisi bu medeniyet tarihi, maddi medeniyet tarihi. Maddi medeniyet tarihi degende məlum rayondaki bir rayonlardan çıkan maddi medeni baylıqlar. Bunlar belki bazı bir milletlerge, devletlerge təvə oluşu mümkün ve təvə bulmaslığı mümkün. Bunun ilgileri yoxab ketken oluşu mümkün. Bu maddi medeniyet tarihi. Hem dokumentlik tarih degende üçüncüsü dokumentlik tarih degenimiz hem bizimki biz palan mıncılık tarihi ige palan mıncılık tarihi ige degenimiz şu. Bu nimi degen gap dese bir milletninki ismininki tarihde meyli qaysı Herodot'un ulamdı, Hıkbey'ninki ulamdı, Hindistan'ın qaysı kitaplardan olsun tarihi tilge elinip ve onun arkeologiyat fakirleri şuna ikenlik ispatlanıp ve şunu da bir an justik etmeye şuna turup davamlaşıp kelgen bulsa bunu şu dokumentlik tarih deyimiz. Mesela
Bizningki dokumentlik tariximizni masalan biz 4000 yillik tarixi ega deymiz. Bu nima degan gap? Bu bizningki Uyg'ur degan ismninki, Uyg'ur degan millatninki tarixiy kitoblarda shu ko'ringandan tortib uzilmasdan davomlashib kelayotgan tarixni biz dokumentlik tarix deymiz. Dunyoda nurg'un millatlar bor, dokumentlik tarixi yo'q. Shunaqa ishlar bor. Bizning dokumentlik tariximiz 4000 yilga bordi. Hatto undan uzunroq bo'lishi mumkin. Biz buni hozir biz falon ming yillik tarixga ega desak, shundoq desak qarsak bo'ldi. Shuning Uyg'urlar 4000 yillik tarixga ega deganda biz bu dokumentlik tarixni deyapmiz. Hamda 4-inchisi bu yeziq tarixi deganda bu millatlarningki dokumentlashgan tarixi uzun bo'lgani bilan falan millatlar pistoniyada yashagan, piston qabilalarda yashagan degan bilan u xalqlar qo'liga qalam elib xat yozgan davri bu boshqa bir tarix. Biz buni yeziq tarixi deymiz. Demak, biz dokumentlik jihatdan Uyg'urlarning tarixi 4000 yil deymiz. 4000 yildan buyon biz xat yozgan haq emas. Biz haqida tarixiy xotirlarda biz haqida yozilgan va uningdagi davomliq yuzida Uyg'urlarning izi o'chmay mujlaq kelayotgan tarix 4000 yilgacha bordi. Ammo shu jarayonda Uyg'urlar qo'liga qalam elib Uyg'ur tilida, turk tilida xat yozishga boshlagan vaqtini biz yeziq tarixi, biz mushunchalik yeziq tarixiga ega deymiz. Bizning yeziq tariximiz 1300 yil, 1500 yil. Shunday ketdi. Hamda eng oxirgi ikki tarix bor. Birisi vatan tarixi, yana birisi millat tarixi. Vatan tarixi deganda mushu hozirgi Sharq Turkiston, Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni degan mushu bir xarita doir ichidagi shu yerning tarixi. U yerning tarixida masalan Xotanni deydigan bo'lsak, qadimgi xotanliklar Vishaya sulolasi 1000 yil surgan. Shuni tadqiq qilamiz. U shu vatan tarixining bir o'chmas bir parchasi. Bu Kushtadagi to'xarlarni deydigan bo'lsakmi, 1000 yil mushtaq yashab kelgan, uningdan burun yashagan. Bular vatan tarixi ichidagi umi bir mazmuni. Shunday mazmun jiq hamda buning ichida. Buni biz Sharq Turkiston vatan tarixi deymiz. Masalan, Sovet tarixi, Rossiya tarixi desa, Rossiyadagi hozirgi 100 millatning hammin tuvalardan tortib Yaxutlardan tortib nersin, bu yoqi Belarus, shu nimalargacha hammasi olishib ketgan. Hammaning butun Rossiya zaminidagi, jo'grafiyalik zamindagi bu tarixni bir Rossiya tarixi deymiz. Ammo Rus tarixi desak, u burunqi shu nima tarafdan, Finland, Balkan tarafdan mushtaqlanib kelgan Slavyan millatininki paydo bo'lish tarixini biz Rus tarixi deymiz. Demak, endi qoldi-ku. Birsi vatan tarixi deganimiz Sharq Turkiston tarixi. Buningda bir qancha millatlar, bir qancha madaniyatlar hammasi o'z ichiga. Shunga miyada bir savol tug'ildi. Tarimdan chiqqan mamilar kimning tarixi? Xotandan chiqqan asarlar kimning tarixi? Turpandan chiqqan qo'lyozmalar kimning tarixi? Bularning aslida bular hammasi vatan tarixining o'xshamagan mazmundir. Biz bularni ko'z yummaymiz. Ammo ularning ichida Uyg'ur tarixida bir millat bor. Uyg'ur tarixi degan millat burun Xitoylar kirishdan bir 13 millat degan ichidagi 90% egallagan Uyg'ur degan millatning tarixi. Bu millatning tarixiga keladigan bo'lsak, biz u jo'grafiya u chaqda u vatan tarixida jo'grafiya qeyd qiladi. Qaysi chegarani sizsak, shu sizoq ichidagi madaniyat, tarix, millatlarni biz tadqiq qilamiz. Ammo millat tarixini deydigan bo'lsak, jo'grafiyaga qaramaydi. Ular shu millat, shu qabila so'rilib ko'chib nalarga borgan bo'lsa, shu yerga biz qo'g'lab berib, shuni aniqlab kelamiz. Demak, bu yerda ish aniq bo'ldi, shu birsi nima tarixi, millat tarixi degan shu. Bo'ldi, yomon jiq ketdim. Endi yaxshi ma'lumotlar beryapsiz. Odamzod tarixi deydigan bo'lsak, odamzod tarixi degani Adam paydo bo'lgandan tortib qanday bo'lgan degan tarix. Endi odamzod tarixi deganda bu Homo erectus'dan, erectus degani tik turdi, o'rturdi degan mundaq bir gap. Odamlarning eng burun shu odamzod paydo bo'lganning hozirgi arxeologlar tepib chiqqan tarix. Uningdan burun qanchaligini biz bilmaymiz. Arxeologlar hozircha tepib chiqqan tarix 4 million yilga bordi va ularning o'rni hozir
Tanzaniya, Kenya degan ikki nimadan ikki davlat ash atroflardan chiqdi ekan. Bir qancha yerlardan nim bo'lgan desa, shu 4000 yil burun bu yanartog' portlab bu to'plar yerga tushgandan keyin, cho'g' yuz tushgandan keyin ma'lum yillar o'tgandan bu soviydi ekan. Sovigandan keyin bu qora qum ustida hayvonlar odamlar dastlashga put ko'rmaydigan darajaga yetganda ashalik odamlar dastlab bordi ekan. Aslida ilmon o'xshaydi. Aşk jarayonda dastlab o'tgan 2 putliq maxluqlarninki izi hozir tepildi. 4 million yil, 3,5 million yil Muşuna xo'p chiqdi. Bu izlar bilan boshqa bir 4 putliq hayvonlarning izini solishtirgansa, bu aniqla hozirgi odamzotning putining izi. 2 putta Erectus degan o'rturdi degan gap. Shu Afrikada shunaq tepildi. Uning vaqti 4 million yilga shunaq borgan. Endi ikkinchi davrisi bu Homo habilis degani bu hozirgi odamlarninki bizningki shu so'ngak, bosh so'ngak hamma narsamiz o'xshab ketadigan bir xil odamlarninki bosh so'ngi toshga aylangan. Bu narsalar tepildi, bu shu tepilgan vaqti 2 million yil. Demek bu yerda 4 million yillar, 2 million yil o'tirsida yana 2 million yil farq bor. 2 million yil. Bir xil ikki puti bilan yerda dastarlaydigan odam bir xil maxluqlarninki tarixi 4 million yil. Biz bularni odam deb hisoblaymiz. Mavu chimpanzelar, mavu maymunlarmi o'r mangalaydi, lekin uzun mangamaydi. Bir vaqtda yana oldi putini ikki qo'lini yerga qo'ymasmaydi, 4 putlik ekanligi isbotlanib chiqdi. O 4 milyon yıl burun çıkan başına ayak 50 neçe ayakının izi taşqa ayınıp qalğanken o yanartağının vaxtını bilimiz qançanın partılğanlığı. Demek o 4 milyon yıl. Hem de o örtürgan fakat ayığının izi o işini bildirmedi. Fakat Adem'e oxşaydıgan bir xil məxluqның aşına manqallığını göstərdi. Ama mavu iki putluk insanın hem de iki putluk canlının manqallığını gösterdi. İnsan mı demekti? Erectus örtürgan diyen hayvanlar. Ama ikincisi 2 milyon yıl burunki nemeden çıkan bu suңaklar bu 2 milyon yıl iken bu 2 milyon yıl bu suңaklar bu başının putunun şu suңakların hemen Nıqılış jarayonida bu maymunning emas, hech qanday hayvon emas. Hozirgi zamondagi biz sizlar bilan biz odamning so'ngining tepilgan vaqti 2 million yil. Bu mana shu shunday qilib, hamda bu so'ngaklar jiq tepildi. Masalan, bizningki otishdimi bir bosh so'ngak chiqdi, qumuldimi chiqqan, ashta bular shu million yil bo'lmagichilik o toshga aylanmaydi. Bu haqiqiy odamlarning tarixi. Hamda uchinchisi Köç tarihi. Köç tarihi degende hem de adamlar mesela şu Tanzaniya, Kenya'da köpüş başlap diken. Lekin u yer köpüş başlap köçke kengayip adam sani köpüyüp bula köçke başlayırken şu Afrika kıtası öz içinde köçke başlayan vakti 200 bin yıl burunki vaqtda köçke başlayırken bütün Afrika'ya keçildiken bula. Hem de 100 bin yıl burun Afrika'dan bu adamlar Arabistan tarafga bu Kızıldeniz tarafdan ötüp bu Avrupa'ga, Asya'ga bu nim tarafga qarab köçkeli başlaydı iken bu köç başlagan vaqti 100 bin yıl. Hem de bu 100 bin yıldan burun muşta köçkü başlayırken bularning Hindistan bilan Avustraliya tarafga borgan vaqti 65 bin yıl burun muşa şuyaklarga odamlar köçüp Kenya'dan, Tanzaniya, Afrika'dan odamlar 65 bin yıl burun ayak köçüp berib bo'lgan ekan. Hem de bu hozirgi Sharq Osiyo, China, Xitoy atrofiga kelgan vaqti 45 bin yıl. Demek bizningki O'rta Osiyoga chiqqan odamlarning kelgan vaqti 45 bin yıl burun bir şey kelib bo'lgan köçüp. Avrupaga köçüp borgan vaqti 40 bin yıl. 40 bin yıl vaqtida endi şu odamlar o'tib Avrupa tarafga. Demek mavi dengiz bo'yi boylab taraf qarab mangan vaqti 65 bin, 45 bin balduroq man avval oyoqqaroq man ekan. Undan keyin Avrupa so'g'uq boshqa shimol tarafga 40 bin yıl burun. Ham tarixi shu. Eng oxiri odamlar ko'chada yer qolmay, bomg'ayalar hammasi liq to'shib bo'lgandan keyin bu
nimeden şu Sibiryadan Alaska'dan muz to'lg'an chog'da Amerika qit'asiga qarab ko'chishga boshlagan vaqti 18 ming yil. 18 ming yil bo'lganda, undan keyin bu shu odamlar sharqiy yarim shardan g'arbiy yarim sharga qarab ko'chishga boshlagan vaqti. Demak, har qanday bir odamni qo'pib, sening 2000 yillik tarixing va 3000 yillik tarix. Odam zotining tarixi million yilgacha bordi. Mayli uning yeziq tarixi bo'lsin, mayli u ilg'or bo'lib kelsin, mayli u qaloq bo'lib kelsin, bir xil odamlik o'rtirib turgan hozirgidek gap qila oladigan odam shaklida biz shunday kam deganda 2000 yil yoki 4000 yil burun tepilgan toshga aylangan sumaklar bor. Shunga ba'zi odamlar madaniyatsiz deb, masalan, Avustraliyaga varsak, shu yerlik aborojinlar var, ularni bir madaniyatsiz mushtaq, bular pokkut bir paydo qolgan yantigini chiqargan haq emas. Bular 65 ming yil burun shundaq Hindiston bo'ylab, Afrika bo'ylab shundaq kelgan. Shunga bir millatning falan ming yillik tarixi bor desa, adamlik tarixi o'xshash. Har qanday dunyoviy har qanday insonlarning tarixi shunchalik davrgacha bor edi. O'ningdan masalan 100 ming yil, 2 million yildan keyin bu ko'chish boshlanganki, u odamlarning u boshqa burunqi shakllar yo'qolib qolib, taraqqi hozirgi ahvolga shunday kelib bo'lgan. Ma'lumdek men ko'rsatgan Yanardağ portlagandan keyin, to'naq qolgandan keyin mana bu Tanzaniyadagi bir odamning putining oyog'i shunday iz qolgan. Buningdan ikki putliq ekanligi, ammo vaqti 3,5 million yil ekanligi aniq turdi bu yerda. Mana men boy degan ko'chish nimasi tarixi, shu Afrika 200 deganimiz, o'ng tarafda ostiga ko'rdinglarmi? 200 degani 200 ming yil burun shu Afrikaga taqalg'il boshlagan. Yaman tarafga o'tgan vaqti 70 ming yil. Bu dengizdan monsun bilan bular shu kemaga tushishni shu 70 ming yil burun bildi o'xshaydi. Bo'ylab 65 ming degani nimaga Hindiston tarafga bor ekan. Hindistondan shu Sharqiy Janubiy Osiyo, Indoneziya taraflardan o'tib, hatto Avstraliyaga 65 ming yil burun berib bo'lgan ekan. Ondan bizmiş Afrika bütün insaniyetin hem ana hem dada vatani ekende, ata vatani ekende. Bu yerdeki bir sual şunda. Hazır mesela Afrika'dan çıkan bu taşqa aylangan sumaklar 2 milyon yıl burundudur. Lekin taşqa aylangan sumak hazır bu O'rta Sharqdan mı çıktı, hatta bizning vatanda mı çıktı, ham yerlar çıktı. Onu tekshirsa 2 milyon yıl bardı, 1 milyon yıl bardı. Bu adamlar kim o? Bunun bir ziddiyatının o'xshamaydigan yeri nima desa, bu hozirgi sizlar bilan biz butun dunyoda bor insonlar hammasini yig'ib kelgan chog'da faqatla mush Afrika, Keniyadagi odamlarning bolalari biz. Ammo yer sharining boshqa Xitoydan, Beijingdan, Jokodandan chiqdi, bizning otishlardan nimalardan chiqdi, Yevropadan chiqdi, İsrailiyada chiqdi. Chiqqan bilan bu odamlar kim? Uningdan keyin bular tirilib qoldimi? Tabiatning nimasida jon biqib qoldimi? Ya o'lib yo'qolib shunlar yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi-ku. Hammasini yo'qolib ketdi deb hisoblaymiz biz. Masalan, dunyoda mushundaq 2 million yil burun sumak toshqa aylangan mushundaq odamlar dunyoning har qanday yerlarida yashagan bo'lsa-mu, mayli ular 10 yer bo'lsa-mu, 20 yer bo'lsa-mu, hammasi yo'qolib ketdi, o'ldi. Üzüldü. Ama Kenya, Tanzanya'daki Mao adamlar, bu Homo habilis diyenler ölmek, bunlar köpüyüp taraktılıp bütün Afrika'nı egellep 70 bin yıl burun, hatta İran, Mao, Arabistan taraf ütüp alınmışlar durup, şunlaşka biz bütün dünyadaki halklar Kenya, Tanzanya'daki, Afrika'daki, Malani, Irak'ta, Homo habilis'taki balları. Çünkü şu olma bol buz arkeologiya ütkettik. Bu şimdi daha okuyun. Demek ki hazır benim demek çoğunu Uygurlar qanchalik tarix, bizning tariximiz qanchalik bor desak, birinchisi Adam zot ekanligimiz bilan biz shunday bir tarixga ega bir xalq. Demak, bizlar yuqori qarasak 45 ming yil Xitoy, Shimol, Mongoliya mush atroflar 45 ming yil, uningdan shimolga 30 ming yil, u nimaga borsa, Sibiryaga borsa 30 ming yil, ammo Alaska tarafga qarab manganda 25 ming yil burun ashalarga berib qo'ygan ekan.
Onundan Alaska'dan ötüp Chile'ye kelgende 16-18 ming yıl, Amerika'ya kelgende 16 ming yıl, sürülüp en ahir Argentina, Chile'ye kelgende 14 ming yıl. Yani bu şunda tarqalğanken de hem de adamların ahvali oldu. Hem de bu Adem tarihini dep olduk. İkincisi hem de nemi tarihi mavu? Dokument tarihi. Dokument tarihi degende Uygurlarning biz Uygurlar qanchalik tarix ega biz bu 45 ming yil 102 milyon yil desek hamma adam 2 milyon yillik tarix ega. Hammamiz Kenyadagi o'sha odamlarning bolalari. Bu tugide buni talashmaymiz. Lekin hamma adam dunyoning hamma yeriga tarqalib ketganimiz bilan tarqalgan bilan bu iqtidoi holat yashaganlarmi bor, taraqqiy qilganlarmi bor. Biz endi shu o'tirliqda ham iqtidoi bo'lib ketmagan, ham taraqqiy qilib malaga yetishib ketmaymiz. Shu o'tirliqda qolgan bir xalq. Endi shunday bo'lganda bizning Uyg'urlarning tarixi qanchalik uzun desa 4000 yil desak bo'ladi. Nima uchun? Shu chaqdan tortib bu qabilaning ismi ta hozirgacha tarix asarlarda qayta 10 qatim 100 qatim takrorlanib aniq bo'lib bular nega bo'lgan nima bo'lgan aniqlab hech qanday shak shubi yo'q. Bunday ahvolda biz 4000 yillik tarixga ega. Qanday deganda eng boshda bizning tariximiz Xitoylarning shu Sanhaijing degan bir kitobi bor. Bu Sanhaijing degan kitobda milodidan burungi 10-asrdagi narsalarmi bor. En yeni bo'lgan xotirlangan ishlar milodidan burun 3-asr. 3-asr bo'lsa 2000 falanchi yil bo'ldi. 2000 falanchi yillari shu kitobda degan Dingling degan bir davlat bor. Bu xalqlarningki shu tizining osti sap jungluq tuklik bo'ldi. Onun için atning to'yig'idek bundoq tez yuguraydi degan. Okay, u bir afsona. Ama bu Dingling degan ism shu bir Sanhaijingda saqlanib qolmay, Dingling degan ism keyinsiga Siji, Hanshu, Hu Hanshu kitoblar hammasida Dinglinglar keyinsiga Honlar bilan bundaq bo'ldi. Honlar Dinglinglarni besib oldi. Dingling undaq qildi, Dingling bundaq qildi deb bu shu nima qilgan, xotirlangan. Demak bu Dingling faqat bir Sanhaijingda yezilib qolgan bir kichik afsona emas. Bu haqiqatan banas ekanligi keyingi tarixlarda uzilmay yezilib kelgan. Hamda bu yerda bu Sanhaijingdagi bu ikki qurur narsa bilan bu nimani bildirdi deganda bu insonlarni antropologiyada bo'lgan chog'da har xil usullar bilan bo'ldi. Kaukaziyanlarni, oqlarni Caucasian deydi, Mongoloid deydi, o'shani ariydi, arib tursin. Yana bir xil arish bor. Dugilak chashliqlar, yaplaq chashliqlar deb. Dugilak chashliqlar degani Çeçinin jiltizi dügülek oldu iken, o çaş üst çıkandan tatip tüp tüz op çoğuldu iken, üstü diken. Ama yani bir xil yaplaq çaşlıqlar nima etse yaplaq oldu iken jiltizi, o çaş çıkandan tatip da şu yögülüp büdüre oldu iken. Şuna Afrikalıqlarning çeçi naiti büdüre, buj büdüre oldu çeçi. Nima için bular yaplaq çaşlıq adamlar. Hem de Mavo, Şarkı Janub Asya'dakiler dügülek çarşık adamlar bularda bedende tükumaydı. Çeçi naiti ne buldu? Koyuk buldu, dügülek buldu, tüz buldu. Kançılık üstümü herkes bu çeçiden büdüre çıkmaydı. Biz bunu dügülek çarşıklar deyimiz. Bu dügülek çarşıklar ne geçi vardı mı şu? Şarkı Janub Asya, Malaysia deyimiz, Xitay deyimiz, Yapon deyimiz, Vietnam deyimiz. Hemmisi muşuna bir tip dikenler. Hem de hazır bir neslik dikkat kılaylı. Amerika indiyanları dügülek çarşıklar. Amerika indiyanlarının çeçi tüz. Büdüre çarşık yok bunların içinde. Hem dügülek çarşıklarının bir alaydık nemezse bunların bedende tükümaydı. Demek bu Avrupa'daki adamlar ahlak kandağ dese, mesela İranlıklarını mı koşumuz, bunlar elki tuxum sıman çarşılık. Bunlar hem dügülek kimi kirmeydi, hem yapılak kimi kirmeydi, bu tuxum sıman bundaq çarşılar üstüdü, xeyli tüz. Məlum vaxt kelgəndə bundaq yögü büdre dolqun başlaydı. Bu bir alaydı. Çeçisel büdre buluşuq başlaydı. İkincisi bədində tükümaydı. Bədində tükük oldu. Şuna bu Avrupa tərəf, bu Kavkasya tərəf bu yaxki adamlarının bədəni tükük oldu.
ayaqdagilarning siliq qildi. Demak, Uyg'urlar nima? Agar Uyg'urlar Şimalning adami kiyim bilan yurdi, putini ko'r qolgan bo'lsa, putida jo'nni tukni ko'r qolgan bo'lsa, puti tukkan undamlar degan bo'lsa, biz g'arb tarafdagi odamlarga qatori kiramiz. Hali ham shundoq. Endi undan keyin bu tarixiy Xitoy tarix asarlarida Gaucho, Dingling degan, undan keyin Gaucho degan. Gaucho degani Igiz Haruva degan gap. Igiz Haruva degani hamda Harus Igiz nimalarda yayloq mushtaq yurgan odamda Baykal taraf, Altay tarafdagi mushtaq Dingling qabilasini bular Gaucholar bular deb Xitoy tarix nimalarida yozildi. Bu Gaucho degan Igiz Haruva degan gap. Bu Igiz Haruva degani nima desa, buni bu burunqi Sitiyanlar O'rta Sharqdan o'ginib kelgan. Bu Altayning shimolida Pazirix degan bir Sitiyanlarningki saqlarninki qabrsidan milodidan burunqi 2300 2500 yil 250 230 yil mushuna orliqda milodidan burunqi. Shu orliq tepilgan bu qabrda mushuna Igiz Haruva chiqdi mana shu. Bak, shu vaqtda bu Dinglinglar mushuna Igiz Haruvliklar bular deb. Endi bu yerdagi bir narsa bu Dingling, Igiz Haruva degan Dingling deganni meningcha ba'zilar tarixda bir qancha xil tushundirish bor. O'sha Harunning qo'ng'irig'i desak bo'ladi. Dingling u bir qabilning ismi emas. Bunda Igiz Jiraxiyatki Haruda dingil mushuna qo'ng'iroq chelib Haruda mangdigan bir xalqlarda. Keyinsiga bara onlar janub ko'chgandan keyin bu Dinglinglar kim o? Bu Gaucholar kim o? Bu Igiz Harusi va dingil qildiganlar kim o degan. Voy bular degan tele bular. Bularning ismi telelar deb onun da bu aniq art bo'lgan. Gaucholar asli telelar. Tele degani ismi. Dingling bilan Gaucho degani u jiroqdan turib bir xil ushlar qoldirgan bir ta'siri. İmliq so'zlarmi ism bo'lib keldi emasmi tillarda? Shunday bo'ldi. Endi millatlarning yeziq tarixi deganga kelaylik. Yeziq tarixi shu millatlarningki hamma millatning yeziq tarixi qadimiy bo'lmaydi. Yeziqni ijod qilgan, xat yezishni bildigan millatlar mushunchalik mana. Eng burunqisi mush O'rta Sharqdagi Kunayf xalqininki yezig'i milodidan burun 2700 va 2500 yil burun to'g'ri kelgan. Undan keyin sal keyinroq Misrliklarninki hieroglifik yezig'i bu milodidan burungi 3200 yil atrofida mushtaq kelgan. Undan keyin bu Indus script deydi, bu Pakiston, Hindiston tarafdagi odamlar milodidan 3000 yil burun xat yezish biridan yezish boshlagan ekan. Undan keyin bu O'rta Sharqda bu Semitik deymiz. Bular alifbani shu 1800 yil burun yezishga boshlagan. Undan keyin bu Turkiya Anatoliyada bu hieroglifi milodidan burungi 15-asrga to'g'ri keldi. Xitoylarninki shu ustixonga so'ngaki yozilgan xati Jaguvin deydi. Bu milodidan burungi 1200 yilga to'g'ri keldi. Undan keyin Greklarning qadimgi yezig'i milodidan burungi 1700 ga to'g'ri keldi. Undan keyin Mesopotamiya deydi. Bu O'rta Sharqdagi xalqlarning yeziqlari milodidan 500 yil burdi. Eng oxiri Phoenician deydi. Finiklarninki alifbasi 1050-yili ijod bo'lgan. Milodidan burun. 1050-yil. Bu yer nima desa 1 2 3 4 5 6 7 8 xil yeziqni ijod qilganlar hammasi alifbalik emas. Qushlarning, otlarning, ukallarning, shu narsalarning shu rasmlarini sisib, shundan ma'ni chiqib shunday qilgan. Birdan bir narsa shu Finiklar bu shu 1050-yili bu alifbalik shu har bir qush bo'lsa, to'xov bo'lsa, nima bo'lsa shuning bir ismi bor, ma'nosi va ovozi bo'ldi. Uningga qaramay shu har bir harfning beshidagi tovushni qo'shib yurib, qo'shgandan keyin bular bir so'z paydo qilgan. Bu Finiklar sodigar xalq. Ikkinchisi bu qadimgi Misrliklarning, undan keyin Kunayfonlarningki
bu kanuni yazıqlarına boysunmay, ulan ağzı kelgence bu sodigeler oңайлаштырып, yazıp bir-birisi taqitip şunun qilgan, bularning bu qanunsuz xata, imla jihatdan yazgan xata xatları keyinsiga bu əlifbəlik bir yeni bir mazmun ilib, şunun bilan dunyoda bir inqilab paydo qilgan. Bu finikla əlifbəlik yazıqni dunyoga taqitishga boshladi. Ana kunaylıqlarning qadimgi resimlik yazıqlardan elifbelik yazıqqa finikla davrida o'tganmi insoniyat? Evet. Mısırlıqlarninki yazığı. Bu butunlay resmi. Resim aslında mana aşı o'qishi o'xshamaydi. Mao Ashokaninki Hindistonlikniki sanskrit yazığı. Nima yazığı bu nelarning birinchi. Mao Xitoylarninki ustixonga yozgan Jagovin deydi. Bu mesela bu mana tugulak kun olsa kunni yozib qo'ydi, asta taraq qilib onu sizib o'tamasdan o'tirib bir tal chekit qo'yib kun qilgan, shuning bilan bu oyni bu qilgan. Oy deganni sal yap tuxumsman yezib asta ustiga chiqsizaq qilib yurib nima qilgan. Tağ olsa ana 3 bo'lgan shaklda tağni sizgan, asta onu sizib o'tamasdan mana bunday paydo bo'lgan. Mana bu finiklarning yazığı, o'tirski qora yazıq, aşındaqlarning yazığı, o keyinsiga qadimgi Greklarga andaq taraq qilgan, burunqi latin yazığı mushunaq o'zgarib qolgan. Hozirgi latin yazığida mushunaq bo'lib chiqqan. Asli qaraydigan bo'lsak, eng burunqi aramiy yazığida mundaq shaklda bo'lgan. Şunu eng oxiri arab yazığida mushunaq bo'lgan. Hammasi mushu dunyodagi mushu alifbalik yazıqning 90%si mushu finiklarning yazığidan paydo bo'lgan. Bu finiklar dunyodagi alifbalik yazıqning onasi. Shunga bizningki qadimgi Orxun Türk yazığı bo'lsin, qadimgi Uyg'ur yazığı bo'lsin, onun keyin Chagatai arab yazığı bo'lsin, hammasi aynib kelib mushu finiklarning alifbasiga bor. Hamda Uyg'urlarninki, Türklarninki mushu yazığı tarixini hozir so'zlaymiz. Hamda bu finiklarning yazığı Anglo-Saksonlarga borgan vaqti milodi 658 yil. Bu ilqi birinchi Türk xonligi ag'darilib, ikkinchi Türk xonligi bo'lgan mushunaq bir mazgil to'g'ri keldi. Demak, Angilizlarning yazıq tarixi qanchalik uzun desa, milodi 658 yildan boshlangan deymiz. Ma Ruslarninki yazıq tariximi shu vaqtga yaqinroq to'g'ri keldi. Shu mana bu eng burunqi Ruslarninki, Slavlarninki yazığı. Hamda bu bizning Miran tarafdan bu Karoshti deydigan yazıq chiqdi. Bu yazıqmi mushu qadimgi hindilarning tiliga bir xil dialekt ekan, shunga to'g'ri keladi. Bu mu bak ko'nib chiqdi. Axir bu shu Karoshti yazığı milodidan burun 3-asrlargacha mundaq bor. Demak, bu Karoshti yazığı Xitoylarning Jagovunlaridanmi ko'na. Hamda bizga ta'sir qilgan, bizga bevosita ta'sir qilgan yazığı nima desa, So'g'di yazığı. So'g'di yazığı mush aramiy, Fars aramiy yazığidan o'zgarib So'g'di yazığı qilgan. So'g'dilarning 22 uzuk tovushi bor So'g'di yazığınınki. Hamda o So'g'di yazığı keyinsiga Uyg'ur yazığı degan bir yazıqni paydo qilgan. Bu So'g'dilarning yazığı qachon boshlandi? Milodiy 100-yil. Mao bersiga o'tib ketdi. Dunhuang emas, mushu Dunhuang bilan mushu Shinshingshan o'tirsida Mao'ga Jayugan deb bu Satin Sipilning darvozasi bor. Darvozasining jiroq emas bir yerda bir quvuq, bir munorada ashuning tuyini steyn berib ko'lab qilgan ekan. Shu munora qaraydigan askarlar o'sha o'tib qolgan odamlarning xatlarini musodir qilib, oxiri bir ko'rayotganga axlatlarni munorning ostiga tashlagan ekan. Bu Munarning tuyi axlat tug'ildi ketgan gap. Shu steyn axlatlarni aqtirib yurib, shuning ichidan 5 parcha xat topgan, So'g'dicha yozgan. Buning vaqti 313-yilga to'g'ri keldi. Endi bu So'g'dilar bizga mushuna So'g'dilar bizning madaniyat ustozimiz. So'g'dilar bizga mush yazıqni o'rgatgan.
bu Soğdularınki Orhun Türk devrinde birinci olup tikilgen teşi bu Uygur Türkler o Türkçe yazmagan, Soğdiçi yazgan. Mana bu Bügüt Mengut teşi 584 yılı yani Mongoliyadan tepilgan. At töpüge qaranglar, böğrününki heykeli var. Endi Kucha qarşı Turpan tarafta Toharlar deb bir xalqlar var. Bu Toharlar Avrupalıqlar. Bular şu nemiçe şu Avrupacha gap qildi. Bularning tili şu bu o'lgan til endi. Yo'qolib ketgan. Bular Uyg'ur bo'lib ketdi. Bular 10 asrdan keyin bularning tilida yozilgan narsa yo'q. Bularning tilini keyinsiga shu tekshirsa eng yaqin keldigini bu hozirgi Litvaniyaliklarning tiliga sal yaqin keldik. Bu Toxar tili bilan sol tarafdagisi Toxar, o'ng tarafdagisi Anatoliya. Nima desa, bu Indo-Yevropa tillerini eğer tadqiq qilmoqchi bo'lsa, cho'qim Toxar tilini o'rganish kerak, Anatoliyan tilini o'rganish kerak. Anatoliya tilimi bu Hitaytlar tilimi keyinsiga yo'qolib ketgan, lekin Anatoliyada mushunday yozimlar tepilgan. Mau Kuchadagi Toxarlarning tilimi yo'qolib ketgan, lekin u vaqtida mushunday bir necha yuz parcha qo'l yozim chiqqan, shunlar yo'qolib ketgan. Endi bu til sol tarafda mushu Toxar tiliga borgan chaqda o'ttirliqda bir mau Indo-Italiyo Celtic deydigan, Celtic deydigan bir tarmoq taraqqiy qilgan. Bu uningkin Alban tili, İtaliya tili, Celticlarning tili, German tili, Arman tili, Grek tili, Slav tili, Rus tili, Aryanlarning tili deb shunday taraqqiy qilib shunday kelgan. Toxar tili bir dedik biz şu 5. asrlar 10. asr to'g'ri keldi. Shunday hamdi. Masalan, buni şu o'qisak hamdi transkripsiyasini Kuchadan chiqqan qo'l yozmalar bular. Mahta osta pakvaram Aiposa svese oliposte kausam. Buna degani eğer şu yağmur bu öyünün üstünü yaxşı yapmagan öyünün üstüge düşse deydim. Man ra ma yarios paliskono kausen enkil oliposte. Bu şu elaqe tazlanmagan adamның ruhini nim qiladi ekan. Bu üstüge bu çaçı diken suni deb mana bir ruhiy gapni mishlanib qolgan. Bu shu Toxar tili hamda kuchaliklarning. Kuchan tepilgan bir she'r var. Bu she'rninki masalan men shunday tuzla tarjima qildim. 1000 yil bizning hikoyamizni so'zlab kelyapmiz. 1000 yil bo'ldi. Sendan boshqa menga suyimlik boshqa odam yo'q va shundaqla menden öte sana bir suyumlik adam yok. Muhabbetim, söygüm, şatlık nakşam asmanga yangraydı. Hayat bilen birge bu ömür boyu üzülmüsün. Bir muhabbet bilen yaşayman, bu iş guman qilmay. Xudo bizni tonidi, xiyolimni bildi. Bu g'avg'o tug'dirgan edi. Hozir shu sababdan sana tava bu yuragim parchalandı, vücudum parchalandı. Meni bütün dert elemning hamrosi qildi. Meni senden aramimdan judo qildi. Hayotim, ruhim va yuragim kundan kunga talablanmoqda. Bu bir she'r hamda, muhabbet she'ri. Bu mana shunday o'qis yaltsa pikala vaman ash mushunday hamda buni nim qilmaydi. Lekin bu Toxar tilidan bizga kirgan bir so'zlar varmış şu qarshi Kucha tilidan. Eng oxirisida ikki so'zga qaraylik. Kundan kunga deganni ni kom mi. Kom degani kun degan gap. Hozirgi bir kun, ikki kun degan gap. Kundan kunga degan gap. Shusini hamda Uyg'urchada bizga nim qildi. Qolganlari hammasi endi Yevropaliklarning tili. Hamda Toxar tilidagi nurg'un adabiy yozmalarni Uyg'urcha tarjima qilib saqlab qolgan-ku, hozir Toxar tilida hech qanday ko'rinim yo'q.
Ha? Dünya bo'yicha bu to'xar tilini tadqiq qilgan shu 5 odam bor, 10 bordi yo bormaydi. Mushunchalik ish. Ham bizdan biri qahramon Botur qiz chiqdi, Aminam. Hozir Fransiyada umumiy shu to'xar tilini shu o'rganaman deb o'rganyapti, tadqiq qilyapti. Mushuna ish. Bir chog'da men mau Bostonda biz taq chiqsak, mashinani parking qilgan to'xtadigan bir o'yliq bir yerga ashyaga pul to'lab kirsak, biz paranglashib o'tib borsak, o'tirib ashunchalik belat yig'adigan bir qeri, "Hey, sizlar mushu Shinjongdan kelganmi?" deydi. Chaynaning. Ya ha biz kelgan desak, "Men to'xar til tadqiq qilaman" deydi. O'tgan kishi sandiqning ichida o'tirib qaqdan 2 koy pul yig'di, lekin uyda qildigan tadqiqoti to'xar tilini tadqiq qildi ekan. Haqiqatan. O Havoyiga borsam, birisini uy xotini bir Xitoy oshxona ishlamdikan, bizning maktabniki bir nimasida qiladi. Uyga olib borganda, borsaq bir amerikalik ayol o'tirdi. Shu nima ish qildi ekan desa, keyin paranglashsak, u mushu dunyodagi eng ustun donliq o'sha shiva tadqiqot olimi ekan. Kashf o'tirmish shivalarni tadqiq qilgan. Bu Yevropaliklarning bir qilig'i bor ekan, mushu o'zi jon beqish uchun masalan shundaq uy xotini bo'ldi ekan, yamiz mashina bilan qilgan, lekin bir nihoyat muhim bir ishni tutib olib shuni qo'yib bermaydi ekan. O bizda shundaq to'xarchini shundaq o'rgansak bo'ladi. Masalan, ham jon baqsak, chiqib ishlaymiz. Bu jon beqish pul uchun, lekin ma bir narsani, bir ahamiyatli cho'ng ishni qilamiz desak, qilsak bo'laveradigan narsa. Shundaq ish. Hozir masalan shu mushaqda olimlar bor, o'rganaman desa o'rgangili bo'ldi. Yani bir yazık endi Xotan tili. Xotan tili bu Saklarning tili. Bu Xotan tili shu nima kelganda İran tiliga, Fars tiliga bir tuqqan keldi bular. Xotanniki. Bunun chiqqan masalan Xotanchida birini Sao deydi. Diqqat qilinglar, ma Farscha bildiganlar bo'lsa. Ikkini Dua deydi. Biz tu deymiz, dutlardagi dua. Shuni Draya deydi. İngilizce three. Three o'xshaydi. Dir ashundan keldim 3. Chahar. Endi 4ni Chahora. Biz char deymiz, char 4ni char deymiz go, ha? 5ni Pansa. Pençe. Ha, pençe. 5 pençe keldimi? 6ni Kishata. Kisha. Bu qaysi keldi? Endi Yevropa endi İranliklar Yevropa tiliga yaqin keldi. Shunga 6 deydi. 6ni kishi. Bizga yaqin keldi. 7ni Hoda. 8ni Hashta. 9ni Now. Now degan gap bu endi. 10ni Dassav. 100ni Sata. Shunday. Bu Xotan tili endi. Şu endi bizningki bu Xotan tilining hozir birmi Uyg'ur o'rganib boqmadi. Hozir buning grammatikasi va lug'atini ishladi. Masalan, Germaniyada Amerikada bir nimaninki Beylining o'quvchisi va shuni tadqiq qilyapti. Agar shu bir Uyg'ur yeniga berib Amerik men sendan mush Xotan tilini o'rganaman desa, bu xo'shulib beqib oladi sizlar biroz yosh bolalar davatimi ma gapni. Nima qilsak qilayli, bozorda taksi haydab Uberlik qilsak mayli, va Xotan tilini o'rgansak, Xotan shunday qilib ketsak yomon ish emas. Buning uchun Farschani bilish kerak. Tez emas, o'rganib ketgan bo'ldi. Chunki ma Xotanning lug'ati va tillari va yezigi va ma'lumlar o'rgatadi. Shunday ish. Bundaq gap. Ama bizim vatandagi qadimgi tillar, qadimgi madaniyatlarning To'xar tili, Xotan tili deymiz. Buni dunyoda bilgan odam 5 ya 10 bor deya bormaydi. Ha ma'qul. Uyg'urlardan birisi o'rganib boqqani yo'q. Xitoydan bir kishisi chiqib o'rganyapti hozir. Lekin mushun tadqiq qilganlar Harvard universitetining, Cambridge universitetining 1-darajalik professorlari. Mushuni o'rgansa, oxir chiqib shunchalik chuqurga chiqdi demakchi. Masalan, Harvardda professor va xotanshunos Sherwo. Nimada Cambridge universiteti professor va so'g'dishunos
Sims William. Şundaq çoğun gördü. Biz küçük görgünümüz bilen cahan, dünya, medeniyet nimesi naytı çoğun gördü bunu. Bu aşı kuçadaki tohar dilini tədqiq qıldikən də şunçilik çoğun yerge cavuşuq çıxırıydı. Əmdi Türklərinki vaxtı kildiğen bilsaq, Orhun Türklerininki en burunqi muşu yazması yazıqı bizninki muşu biz bütün dünyadaki Türkiye xalqlarının yazıq tarixi şunundan başlanğan budur. Demek biz özümüzün tilida yazıqı başlayan vaxtımız muşundaq. Lekin Orhun Türk xanlığı 552-yili qurulğanda yazışını öyrənməyən. Hatta 584 yıl kelgende soğdular yazıpegen. Türk xanlığının munarsını xatni soğduçı yazıpegen. O çağdı mı o Türk xanları padişah devlet kurğunu bilen xat yazışını okumadı. Xatni başka millet yazıpegen. Hem de bu Türkler 8. əsrge bağında hatta 7. asrın ahırıda buluşu mümkün. Çoğurun Mengoteşini belki şunu inkondisak oldu. Bağında Türkler öz tili bilen öz yazıqda yazışını başladı. Mana şu 8. asır şu qadimki Orhun Türk yazığı mana bizning, Özbekning, Qozaqning, Qırğızning, Türkning, Tatarning bütün dünyadaki 38 Türkiye milletlerninki aşı yazıq tarixinin en burunqi örnekleri başlanan vakti şu. Bu Orhun Türk ya kök Türkçe dep koydu. Şu yazıqninki çıkışı şu Türkler işletken her bir qabilinin her bir boyninki tamgısından çıkan dep qaraydı. Hem de mındaq gap dünyada əlifbələrninki aşu hemmisi nemidin 90% əlifbə şu qədimki finiklardan tarqalğan. Özümüz öz aldığımızğa bir tamğılarını onu asta özgərt bayılıqı Jagovindan dedik bayılıqı ay gün düglək qılıb oturub çekit qoyub axırlı jivop xat olub çıxqan degəndə. Ondaq emas. Bizdə ondaq Orhun Türk yazığını qədimqidən evolyusiyalaşdırıb asta tərəqqildirib qılğan bizdə pak yox, hem mümkün emas. Bu bir tuyuqsuzlar şu çağdaki misyonerler yasap çıkan Türkler yasap egen bir xil yazıq bu. Şuna bu ne o neyse asas yok. Bunun asası yok. Hem de mavi Kültekin Mengoteş'inin töpegi qaraylı qarsak on taraf bilen sol taraf iki böğrü var 5 sangıl turgan. Totem bu. Kültekin Mengoteş'de bunda diyen bəyləri bodunu tüzsüz üçün deydi. Bəyləri deyine xanları, başlıqları, əməldarları. Bodun deyini xalqı. Bodun deydi. Bodun deydi. Bodunlu xalq deydi. Bu bod nədən gəldiydisə hazırki Uyğur tilində boyu igiz, boyu tüvən dep qoyunuz go. Boydu. Bodun deyini burun keyin tərəqqilib boyun buğan. Boyun. Bu boynu uzun. Şuna mı? Şu izi bize qıyıb qalğan. Ama qadimqisida bodun deydi. Mesela eyiq deyimiz qadimda adıq deydi. Deydi. Şuna oxşaş. Tüzsüz üçün deydi. Unda deyini hem de bəyləri, xalqı, bula ilqi ideya axlaqı toğru emas boğanlıq üçün. Tabğaş bodun təbliğin, kürlüğün üçün deydi. Tabğaş deyini Tan sulalısı. Bu tabğaş xalqı heligar boğanlıq üçün, taktikалық boğanlıq üçün deydi. Amraqçısın üçün yalğancı boğanlıq üçün. Heligar boğanlıq üçün. Heligar boğanlıq. İnili, əkili, kirişür tükün üçün. İnisini, əçi digini aksi. İnisini aksığı ziddiyet kiselip sokuşturganlık üçün. Küşkürtgenlik üçün. Evet, küşkürtgenlik üçün. Küşkürt üçün. Bəgli, bodunluq, yoruq, şu Türk'ün üçündeydi. Əməldarları, başlıqları bilen halkını birbirine ziddiyet sağlanlığı üçün Türk bodun
Türk halkı illa Türk ilini özüne devlet kıp kurgan devletini işgını varmış yoktip koydu. Yoktip koydu. Ama aşı kültegin ben götüşü. Hem de ki oşuna oşak bu Orhun Türk yazığı da tepilgan nesler bir 200 gibi bardı bu dem yüzden aşıda talas teraplam yüzden artık 200 gibi bardı hem de. Hem bulan işi de Orhun Türk Mengo taşların işi de taşkı oydu ki 30 kurdun aşıdığını bir 5 tal taş yaptı. Kalanları sap 6 kur 10 kur 3 kur 1 kur aşında. Hem uya bir etki nesler mışında. Mesela talasta tepilgan taşını nıksak her atım udun. Her atım. Bu Türkler çoğunluksa her at koydu ki. Bu küçük vakti da halkınç ataydıken məlum yaş yeşini okumayımız. 16 mı yalnız kanç yaş bağanda bunu bir at koydu ki. Her atım udun. Ben her boğan vaxtında ki man koygan isim udun dedi. Biz hem de balı toğulup isim koyumuz. O Türkler balı toğulgan nemde etki. Lekin her atım demiş da bir kaydısı var ki. Siz katunu yaşıntı anta tul kalmış. İsit dedi. Onun ayalı ismi yaşıntı o yerde tul kaldı. Yani. O hotunu yaşıntı diye ayalı tul kaptı. Demek bu öyle de bu. Ugal oldu dedi. Ugal dedi tul kaldı. Mao Oçur teşhida mengo teşhida mıda diye. Bakırı bumsuz erti kara saçın tek. Bakır degeni kümüş degan gap. Nima? Mis degan gap. Bumsuz degeni g'am g'ussasiz degan gap. Bumsuz hozirgida mungluq deymiz, mungsiz. Demak, bakır bunun kümüş misleri şundaq jiqki, mis degeni pul hamdi. Puli şundaq puli g'am g'ussasiz idi dedi. Bu pulunun jiqligi da g'am yo'q shundaq jiq idi. Qara saçın tek. Qara chechidek jiq. Bek chiroyli o'qitishga, qora chechida ko'p mol dunyosi botdi, g'amsiz demoqchi ekanda. Ham bu yerda bir narsa diqqat qilaylik. Bu nima? Qadimgi turkcha bu Orhun Türk Mengo taşı 200 necha parcha chiqdi. Buningda 3 cho'ng tarmoqqa bo'lindi. Orhun Türk davridagi kültegin bilgan qolgan Mengo taşları Orhun Uyg'ur xonligi davridagi bir qancha Mengo taşları. O'shagan Uyg'ur xonligi davri. Undan keyin Qirg'izlarga doir bir qancha Yenisey taşlar. Mush taşlardagi til asosan 99% o'xshash. Hem de hazır birle o'xshamaydigan yeri Yeniseydagi Qirg'izlarning tilida meni be deb o'qiydigan bir xat chiqdi-da endi Mengo taşda. Masalan, men bariman desa, ular bariban deb yozgan ekan. Be deb qo'ygan. Bu tipik aşı Qirg'iz tiliniki bir alayligi. Hozir mana shunday. Bariban deydi. Bariman, biz bariman deymiz. Ular bariban deydi. Bu şu Mengo taşda şu tek bir tal bir beni me deydigan bir farq chiqdi. Unchilik farq bizga Qashqarlar atishni o'tirsalar bor unda farqlar. Shunchalik o'xshash ham shu chaqlik tillar. Demak, bu tillarning hammasi o'xshash bir til. O'xshash. Masalan, qadimgi Orhun Uyg'ur davridagi Tariyat Mengo teshiniki teksti bundaq. 3 yilqa deydi, ishchili. 3 qarluq. Qarluqlarning 3 cho'ng qabilasi deydi. Yablaq saqinib, yamanlıq o'ylab, yablaq degani yamanlıq eski. Saqinib o'ylab. Seg'indiq deymiz, saqinib. Taza bordi, tez ketdi, qech ketdi bizdan deydi. İşçili 3 qarluq qabilasi yaman niyetini buzib, qech ketdi, taza bordi, tez ketdi, biz tez ketdi deymiz-ku. Tezib ketdi. Taza bordi. Qurriya 10 o'qqa kirdi. Qurriya degani g'arb degan gap. 10 o'q degani g'arbiy Türk xonligi. Mushu qarshi, mushu ili, mush tarafdagi qor Türk, 10 Türk, g'arbiy Türk xonligi shu oshlarga taslim bo'lib o'tib ketdi degan. Qarluqlar mavu Sharq Türk xonligi mavu Uyg'urlar tarafdagi nimasiga qaramay, g'arb tarafga
ketdi. Kaçıp ketdi. Mao hamda Orxun Uyg'ur xonligi davridagi Mao Ordu Baliq shahrininki shakli. O'ttirdiki igiz yani ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Aşının töpiga bular aşı 100'den artıq adam sığıdığan yoğun çadır işte düglek domni yasap bütünlay şunu altın bilan şunu chiqqanki. Yep chiqqanki. Qaplab chiqqan. Şoğa ona 100 kilometr yerden aşı altının paqırğanlığını ko'rdi ekan-da endi. Şu çağlar aşındaki. Hem de onu alqı bir Arapның sayahatçısı aştaq yazıdı. Müştaq biz müştaq Ordu Baliq Uyg'urlarning poytaxtining şəhərin o'ttirisida igiz altın munarı var ki altın günbəzi. Bu günbəzi için 100 adam sığdı ki günbəzi bütünlay altın bilan yapqan geldi. Bu altın ordu degan aşınıdan chiqqan. Bu Volgadagi. Keyinsiga bu Mongollarning o'zininki qabila bu nimasini o'sha altın urug'lari deb nim qildi. Manjolarmi altın deydi. Altın degan shu shunday ekan. Bu altın degan bu biz hamda biz Türk tili gruppasi Altay tili sistemasida. Bu Altay tili sistemasiga 3 cho'ng tarmoq kirdi. 3 cho'ng tarmoq degani birincisi Türkler, ikinci çoğun tarmığı Mongollar, üçüncü çoğun tarmığı Tungus Manjular. Bu üç çoğun tarmaq mesela bu üç til içinde hazırca tepilgan bir 500'dek atalgı çıktı. 500'dek termin, 500'dek atalgı hiç kaçan biz Mongol'dan arayat ağan, yağımız o Mongol bizden arayat ağan, Manjular bizden arayat onda iş yok. Bu 500 söz, bu üçüncü çoğun tarmaqda bağ bu sözler. O'xshash, lekin tovush jihatdan o'xshamaydi. Masalan, altınni biz altın deymiz, Mongollar altın deydi, Manjular aysin deydi. Bu shunday biza tovushda shunday ikkiladan farq qiladi. Aysin deganda Xansolar Ayshin deb yozgan, Ayzin Giro degani bu Manjularning xon avlodi, altın Giro. Ayzin Gironi Ayshin Jolo deb xitoylashda tarjima qilib yozgan. Uyg'urlarning mashina usu mango teshidimi bunda debdi. Yilqisın, barımın, kızın, bu koduzun keltirdim deydi. Men ularning yilqisini dedi. Yilqi degani mal. Barım degani bar yo'q bütün mal mulklari degan gap. Kızın degani qizlarini. Koduz degani ayollari. Keltirdim degani men hammasini mayoqqa akeldim degan gap. Ularning yilqisini, mal mulkini, qizini, ayollarini hammasini ko'chirib akeldi. Hamda eng chong ish bo'lgani bu Uyg'ur xonligi qurilgandan keyin uzun o'tmay bu mani dinini bu davlat dini qilib mustaqil qilgan. Bu Uyg'urlar tarixda Uyg'urlar tarixda 3 cho'ng yeziq davrini beshdan kechirgan. Birinchisi Orxun Türk yezig'i davri, adabiyoti davri. Ikkinchisi Mani Uyg'ur adabiyoti davri. Üçüncüsü Uygur Budda edebiyatı devri. Onunkin dördüncüsü ahırsı Uygur Çağatay ve hazırki zaman Uygur dili. Muşnaq bolup taraqqib kelgan. Bu mani dini şu dünyadaki keng tarqalgan dinning birisi. Mani dini bu Yahudilarning dini, Hristiyan dini, İslam diniga o'xshash, 3 cho'ng dinga o'xshash. Bu mu Asiya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 cho'ng qit'aga tarqalgan cho'ng din. Bu 4-chi din, bu 3 qit'aga tarqalgan 4-chi din, lekin bu din afsuski yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketib, ama 3 cho'ng din saqlanib qolgan, 4-chisi bu din taraqqiy qilmay yo'qolib ketgan. Bu dinning bir xususiyati, bu din nihoyat maxfiy yurdi. Bu din maxfiy yurdi. Bu dinniki bular bir xudolik emas, bular ko'p xudolik, qorong'u, yo'riqni shuna ikkiga ayirdi. Shunaq nim qilgan. Bular shu O'rta Sharq asosan Fors tili sistemasiga kiradigan bir din bu.
bu Uyg'urlar kelgandan keyin Uyg'urlar bu shu bo'ldi biz qabul qildik deb Uyg'urlarni shu Uyg'urlar mani dinni davlat dini qilib qabul qilgan. Keyin o'tirliq urush bo'lib necha ming mani muxlislarni boshqa dinlar o'ltirib o'tib chepib shunaqa qilgan. Hamda miyadagi 803-yili Turpan chiqqan bir qo'lyozmada bunda debdi. Mani dini qo'lyozmasida Tangrikan Uyg'ur Boqug'xon Qo'chog'aru Kallipan qo'yn yilqa 3 maqshtak olurmak üçün mojakka kengadi deydi. Tangrikan Uyg'ur Boqug'xon Tangri ilahi Uyg'urningki Boqug' degan podshosi Hürmetki sazaver derken bo'lamdi onu. Ha? Hürmetki sazaver naydi nima deb. Ulug' degandisi. Ulug' Uyg'ur. Qo'chog'aru kelib deydi. Turpangi kelib deydi. Qo'cho turpangi. Qo'yn yilqa deydi. Qo'yn yili 3 maqshtak 3 şu manidini ibodatxonasini olurmak üçün, qurish üçün Mujak degini manilarning xudosi, payg'ambari kengadi. Bununla kengashdi, maslahatlashdi deydi. Demak, Uyg'ur Tangrikan Uyg'ur Boqug'u podshosi Qo'cho degan shaharga kelib, qo'y yili 3 manidini nimasini qurish uchun, butxonasini qurish uchun Qo'chodagi Mujakka bu maslahat soldi dedi. Nima degan gap desa, manilarning nimasi yo'q, xudosi yo'q, undan keyin bularning pop yo'q. Xristian dinda, katolik dinda pop Vatikanda turdi, eng cho'ngi. Ashuna o'xshash. Masalan, Tibetlarning eng cho'ng xudosi Dalai Lama u bo'ldi. Lekin mani dinininki undaq bir cho'ng baş pop bo'lmaydi ekan. Mani dinining 12 mujak boshqurtgan dunyo bo'yicha. Bu mujaklar nayta maxfiy yashaydi ekan. Bir mujak Turpanda turdi ekan. Demak, Idiqut Uyg'ur o'tgandan Boqug' degan xon kelib, Turpanga kelib, mujakka nima qilib, bosh urib, men shundaq nimadan 3 ni samoqchi qo'yjili deganda maslahat sog'ili keldi dedi. Bu milodi 803-yil bo'lgan. Nerede muhim tarixiy materialga. Qaharga vaqt 1 soatimiz to'shdi, endi yana 10 minut 15 minutdek sizin yaxshi so'zlayapsiz. Jirinjaqligini bo'ladimi? Ondan sonra 10 minutun sükutida bu dadini qilib qolsin. Mush madini so'zlab mana shu nimadan tepilgan, bezaklikdan tepilgan bu bir parcha xatgan, aşı bir mani bu nimasiningki raibning Mujakka yozgan xati ekan. Bunun uzunluğu 4 metr, 3 metr 80 necha keldi. Men bu rasm tatib akilib Turpandan mishagini qilgan akagan shu. Hozir bu kam farq oldi. Ama mani dinninki bunu tushundirmaymiz. Yo'ruq dunyo, qarong'i dunyo. Mishda arıydı. Bularda xudo yo'q. Mishda hamma narsa ikkiga arıydı. Shuna Turpan chiqqan mani dinning narsalari, qo'lyozmalari. Mani dini endi san'atga oid yaxshi bu. Masalan, sol tarafdagisi Turpandan chiqqan qizninki chiroyi qaranglar. O'ng tarafdagisi dunyoning eng go'zallarining go'zali Mona Lisa. Bu Mona Lisa'ni 1503-yil sizgan ekan, 16-asr. Uningdan 500 yil burun Turpanliklar ishlagan sizgan narsaning go'zalligini mencha Turpanniki Mona Lisa'dan chiroyli deyman-ku. Bu Mona Lisa degani joning go'zallari bu Samarqandga o'tgan-ku bu. Ana chiroyliligini ko'rdinglarmi? Ha. Kiyimlarni ko'rdinglarmi? Yasmışlarni qo'lni figura xatolik yo'q. Güzel. Mencha o'shiningdan 500 yil burun Turpanda chizilgan rasm aşık nimniki mani shu seviyaga yetgan ekanda. Go'zalligini ko'rdinglarmi? Aning chiroyliligini. Mao Mona Lisa ishlab o'tirdi. Bu Gronvidel mushu Prusya, Germaniyaningki podsho davlat tarafdan bularga har yil 30 ming
30 ming, eng axir 60 ming $dolar nima mark shu pul ajratib 4 qitim German ekspeditsiyasini shu bizga avatgan. Bular o 3-chi qitimlik ekspeditsiya ma o'tirdi o'tag'ini shu Gronvida. Ma on tarafda qo'ldag'angiz turg'ini Likok, ma Bartos. Bular shu pulni akilib düşkünde turpanda cozu kopuyup aşı nimenik uğursununki tengisini. Muşnak kol yazımlar olsun bersanlar da belgellerge muşnak nemi kıldık ya ilki. Pul verdik ya bir tal. Belgendiki bir dihan kep depti. Ben oğlum bilen bir işe yarınayda koçoğu bağantım. Basam aşı bir tanның tüydün şu bir harva muşnak kitap çıkan dedi. Kene bu kitaplar ise bu anda kapırına cin çaplaşmasında apırıp derya apırıp töküp etken. Vay. Liko şunu anlap 2 gün uykum kelmedi menen dedi. Mening yılgıç uykum kelmeyaptı. Nima için dese Liko jüre men apra işege deyken o idiq şehrini tanның tüyü berip aşerinin kısa şu kolap boğaya topulan arsızın alkançlık yaprakların neticesini tep çıkıptı. Aşılarını apırıp tercüm kılıp şarkısı. Bazısı İncil'ninki 10. əsrdeki Uyghur tercümesi. Bazısı Grek İsop meselelerinin şu çağdaki tercümesi. Ulan Ahmet'in mesleği de birey. İncil Grekçe'de bu İngilizce'ye Germançı'ya tercüm boğan vakti 16. əsrinin gibi. Demek 600 yıl, 500 yıl kingi gep Uygurladı. Onun için bu Grek İsop meselelerinin Uygur tercümesi boğanlığı bu Grek medeniyetinin bizge tarqalğanının vaxtının başqalarga qaraganda 500 yıl burun ekanligini bildirdi. İsop meseleleri Xitayçısı 19. əsrdə başlanğan. Bu Avropa tillerindimi 18, 16, 17. əsrlərdən boğay şundaq keyingi iş. Ama biz 10. əsrdə şularni qilib bo'lgan. 10. əsr. Xitaylar dünyada nima uchun o'zini cho'ng ko'rdi, madaniyat deydi desa, bularning 24 tarihi var. 24 tarixini shu töküvetken Uyg'urning eshak arusiga salsa shu bir eshak aru shunchalik chiqdi. Shunchalik chiqdi. Bizning bir eshak aruva manidini qo'l yozimlari agar ashlar tökülme muşkun qolgan bo'lsa, muşkunda Uyg'urlarni butun Yevropa, butun dunyo taxtik ko'tirib ozod qilib yutadi. Mundaq millatga hech kim cheqilish qilmaydi. Shunchalik qadr qimmat ega asarlarni jinchab tushirib, o'tag'anlar bir to'kib Koço şehrining nimasi ma eshak olib apirmoqda to'kidi. Ma bezaklik, xizmatida men so'g'da yozilmish deb. Men bu ishni yotgan vaqt nimada, g'orning ichida. Keyin Şu çağlarda o işkim apırkuyda adamı yok. Turpan boğanın tursun kam kaçan bir maşın bir çıkılan bop benim apırıp taşlar koydu beni. Eşer ma astı bir qaraydigan bir dihan bakendi. Ey ma'ni qarab qo'yinglar dedi. Ha dedi. Şunu bilan mening aşı ne o'sha pishtob ketgan aşı yo'qollarni chiqmadi. Apırıp nima yotdim men g'orning ichida. 2 kun yotib 3-chi kuni qarasam ichida adam chaqirgan eshak degan narsa ajoyib chiqgan emas bu yerda. Ha. Şunlarla qo'rqib ketib, talaq chiqib ashad yepinib, shu o'yil oldi deyaptim. Uçalarda bu bizaklar mushunaq ahvol hech kim beribmi, bormaydi ham, shu tursunkam bordi. Shuni saqlanib qolgan bo'lishi mumkin, shu chiqilgan qo'g'ashqa. Men 82-yil ashad berib, shu bizak yo'q. Ashad yetib, ashad biram paj rasm tortib, qo'l yozilgan ko'rdinglar bu. Ama Buda dini hamda Buda dinini keyin so'zlaymiz. Ma'ning egizlik 53 metr keldi. Bularni nima qilaylik? Mishak to'xtatayli. Başka vaktim yetken sual var mı? Ha, emdi sual bo'lsa, suallarni alayli. Nayt yaxshi so'zlab berdingiz ta insoniyatning tarixidan hozirgacha so'zlab nima qildingiz? Yerini ma'lum so'zliginim texe. Shundaqmi? Ha, Buda dinnikini Çağatay bulan keyin so'zlaylik. Bularning har birisi Uyg'ur adabiyotininki nurg'un nimalari bor, qoldirib ketgan asar atiqalari bor. Bularni ayrim davrlar bo'yicha so'zlashamiz. Nayt yaxshi nim bo'ldi, suhbat bo'ldi. Bu siz boya deb o'tib ketdingiz,
Afrikadan tarqalgan, nurgun köşken depçi. Hazır hem de Andronova dep bir bölge hazır Sibiriyaga yakın Rusyada kaldıgan bir nimeke, rayonke. Bu Türklerinin hazırki Türk milletlerinin Şia'da Andronova ismida bir medeniyet hem de. Eşyanın ismiyle atalgalığı için şundaq dağıtıp da hazır. Aşındaq bir medeniyetni yaratqan dep nayti tadqiq qilib bu kitap mı neşir qılıptı mı şu ötken aylarda bir kitap çıktı. Bular qaraydigan bolsak, men tam resimler, ondan keyin örp adetleri nemelermi şu Uygurlar bilen okşap ketidi. 17 ming yıl burun şu yerda yaşagan, onundan keyin köçüşke başlagan şu yerden degan ma'lumotlar bor ekan. Anladım ha. Ben anlatam da. Ha, anladım. Altay Tağları bir sual var. Altay Tağları'daki Sijitanlarının yezigi bolgan mı? Sijitanlarının Uygurlar bilen qandaq alaqısı var dep bir sual geldi. Bu Sijitanlı Rosta Skiflar dedi. Skif. Şərqdə, şu Xotan tərəfdə, şu hatta Hindistan muşaqlağıca, şərq tərəfdə Skiflarni Sakla dedi. Sak. Hem de Greek yazgıçları, Greek tarihçileri Sifyan dep yazdı. Şuna bu bir milletinin üç ismi var. Bu şu Skiflarninki, Saklarninki şu devirde hem de miladidin burun vaxtlarda buların hemen nimisi bolgan, lekin bir нәрсе yezigi bolmagan. Şu yezigi yok qanki bomsi bularning animal motif deydi, hayvanlarni altında yasagan na çıraylı. O atları, igerleri, medeniyet nimisi, maddi medeniyet baylığı nayti mol. Belki siz degen Andronov medeniyetimi uçlan kegirdi, tezrik medeniyetimi açlan kegirdi. İntayin medeniyetlik otur şərqdən tərəqqi qılıb, şu şərqni, şu cihyeler tərəqqi kegen bir xalqlar, bu sakla. Biz sak deyimiz, başkalar Andronov deyil. Buların yezigi bolmagan. Yezigi bolgan, mesela Xotanның sak yezigi, sak dili şu miladide 2. asırdan keyinki bu keyin bolgan. Lekin bu masualık beriyotgan elimizningki demek yo'g'ini shu chaqdagi miladdan burunqi skiflarning yezigi bo'lganmi, bo'lmagan. Yo'q. Bu skitler, bu saha, sakala, onun keyin hozirgi yaqutlar bilan munosabat, mushlarning munosabati bor deb qaraydi. Şu milletmi? Sakla yoki sakla boshqa, ma sakala boshqami? Sakla, skiflar jazman İrani xalq. Bu ispatlandı, bu Xotan yazımlarının baytını gösterdik o. Bu İrani xalq. Avrupaçı yapıldı, İran mı şu sesimi kirdi, lekin Avrupa til sesimizde İran tarmığa kirdiğen bir xalq. Tili şu. Yakutlar, Uygurlar, nime Türkler. Hazır amdeyliki Kazaklar bilen Uygurlar oturtki ziddiyetini soraptı birisi. Kazaklar hazır Uyguristan bizning yerimiz dep talışıyotudu. Siz bunun qanday qaraysiz dep. Bu nadanlıktan bolatkan gapmiki? Endi bunu özümüz ijod qilyapmiz go. Asli undaq kelayotgan işte bunu endi biz mundaq gap bu Xulji Sharq Turkiston vaqtida urushning jiqini qazaq qilgan, Yamanca Kazak ülpegen, bizim her isil seyitiye afıkla kahramanlarımız Kazaklardan müştah çıkıp, şu 10 bin şensen askeri şu Kazaklar tutturgaçka 3 bin askerin Xulji'da yoktu. Biz devlet kuralgan Kazakların töpüsünü aytı çoğun. Bu yer kelgen çağda eğer millet arayılgan olsak, müştah sert ziddiyetler çıkıdı. Bunu kim çıkargamızlar özleri mesele olsun. Ben okumayım bunu. Hem bu nememiz ziddiyet hep ketkin bolmaydı. Hazır hem de az adamlarning kenem qatqını Kazaklarla Uygurlar ezelden hem de qarindaş. Bunu teximi bundan keyinki jarayonda teximi düşündü. Her iki taraf teximi düşündü. Biz hem de rayon okşamağanlığı için belki okşaş hem atıbımız okşaş olsun hem de qabilelerimiz yoki öy ayırıp çıkan balaları ayrım uzaklara köçüp ketganlığımız için belki hem tilimizde hem de tilimiz mi okşaş fakat fonetik cihetten bazı bir
ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz deganga o'xshash biz az bir qism insonlar beryapti deb o'ylayman men. Ko'pinchisi undaq deb o'ylamaydi. Biz endi agar Uyg'urlar bizni Xitoylar shunaq ezyapti deb shunaq qarshi chiqib biz kurash qilsak, biz millat da'vosi qilgan bo'lamiz. Buni o'tirsa biz millatchilik qilgan bo'lamiz. Milliy kurash, milliy ziddiyat, biz bu millatchilik deymiz. Bu millatchilikning yomon tarafi bor, yaxshi tarafi bor. Biz buni hozir buni olib o'tamaymiz. Agar biz o'zimizningki Turkiy qarindoshlarimizning orasida sen Özbek, ben Uygur, sen Kırgız, sen Kazak deb buna qarg'il tursak, biz buna millatchilik darajasiga chiqamaymiz. Biz qabilavozlik qilgan bo'lamiz. Biz qabilavozlik qilyapmiz. Bu texnik tuvan darajaga tushdi. Unda qabilavozlik ibtidoiy davrda doim bo'lib turdi. Turkiy xalqlar doim so'qishgan. O qabila bilan bu qabila, Qozaqlar hozir qabila bilan qabila bir-birisi shunda so'qishdi. Mo'ng'ullarmi shu? Biz buni tuvan darajaga, past darajadagi qabilavozlik deb hisoblaymiz. Bununla parva qilmagan yaxshi tuz ekan. Undaq bo'lsa vaqtimizni xeyli ochdik. Ko'p rahmat Qaharqa. Bugun yaxshi bir suhbat bo'ldi. Undaq bo'lsa siz bilan yana bundan keyingi til adabiyot taraqqiyoti, til adabiyot tarixi va Uyg'urlar haqida yana suhbat olib berishga davom qilamiz. Ko'p rahmat amsa. Xo'sh, arzimaydi. Bizni anlagan, bugün biz bildi bo'lgan bütün qarindoshlarga ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, Xudoyim bersa yana haftaga yangi bir tem bilan huzuringizda bo'lishga tirishamiz. Allohga omonat bo'linglar. Xudoyimga omonat. Xo'sh amsa. Xo'sh.